Men avval kiyimimni o'zgartiraman. Bugun yarim tunda ovqatlanishimiz kerak. Buning uchun bo'yanaman. Biroz dam olishing kerak. Nima yeyishni istaysan? Buni qilaman. Bizda uzoq vaqt bor edi. Nega restoranlarga buyurtma bermaymiz? Men shunchaki yigitlarning ishlashini kuzatyapman. Bolaligimda suv oilasining uyida nani bor edi. Nanivoy. U yaxshi oshpaz. Keyinroq unga tayinlayman. Janobli, yordam bering. Nima bo'ldi? Hech narsa. Men bir muncha vaqt ketishim kerak. Sen uyda qol, o'zingni ehtiyot qil. Seni qorning och. Yeyishing uchun biror nima qil. Xo'p, siz aytgan ishni qilaman. Siz ham o'zingizga g'amxo'rlik qilasiz. Janobli, nihoyat bu yerga keldingiz. Bu Duding Chao tomonidan qilingan. U meni topshirishimni so'radi. U mendan Tog' va Dara ittifoqi taksilarining 90% oshig'ini so'radi. Keyin u meni hayotimni saqlaydi. U ham aytgan, o'ylamang, janobli, jang qilishingiz mumkin. Du oilasining kuchi sizniki bilan teng. Xo'sh, nima? Va menga 3 soat vaqt bering, hisobga olish uchun. Meni du oilasiga qo'shilishni xohlaysizmi yoki butunlay 3 soat. Bu yetarli bo'lishi kerak. Duding Chao. Yo'q, unday emas. Janobli, siz qanchalik kuchli ekaningizni bilaman. Siz juda kuchlisiz. Du oilasini o'ldirish oson, lekin